Assalomu alaykum, qadriyat nemis tili kanali kuzatuvchilari. O'ylaymanki, 3-darsimizni ko'rdingiz, yoqdi degan umiddaman sizga. Bugun esa 4-darsimizni boshlaymiz. Demak, mavzuyimiz kuchli fe'llarning presensda tuslanishi. Ikkinchi darsimda men o'tgan edimki, kuchsiz fe'llarning tuslanishini. O'ylaymanki, hamma yaxshi o'zlashtirgan ushbu mavzuni. Demak, bugun kuchli fe'llarning presens, ya'ni hozirgi zamonda tuslanishini ko'rib chiqamiz. Demak, bittadan misol yozdim. O'zi asosiy ikkita qoidasi bor. Ya'ni qoidani birinchi tushuntirib o'tadigan bo'lsam, kuchli fe'llar o'zagida unlisi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi va uchinchi shaxsda o'zagidagi i'ga yoki i'ga o'zgaradi. I'ga o'zgarishiga misol yozdim. Mana helfen yordam bermoq fe'lini tusladim. Ich helfe, men yordam beryapman. Du hilfst, sen yordam beryapsan. Sie, es hilft, u yordam beryapti. Wir helfen, biz yordam beryapmiz. Ihr helft, sizlar yordam beryapsizlar. Sie helfen, ular yordam beryaptilar. Sie helfen esa katta harf bilan albatta siz yordam beryapsiz. Demak, o'zgarish faqat ikkinchi, uchinchi shaxs birlikda fe'l o'zagidagi i'ga o'zgaryapti. Qolgan olayotgan qo'shimchalari o'z holicha o'zgarmagan. Ikkinchi qoida, demak, kuchli fe'l o'zagidagi a, o, u unlilari bunda ham ikkinchi va uchinchi shaxs birlikda umlot oladi. Qolganlarida esa o'zgarish bo'lmaydi hech qanaqa. Demak, fahren bormoq, transportda bormoq, mana shu fe'lni tuslab ko'rsatganman bu yerda va bitta misol ham yozdim. Ich fahre nach Hause, men uyga boryapman. Demak, helfen fe'liga bitta misol. Ich helfe dir, men senga yordam beryapman. Demak, mavzuyimiz mana shu, kuchli fe'llarning tuslanishi. Siz mana shu qoidalarni eslab qoling, takrorlang va bittadan misol yozsangiz kommentariyada xursand bo'lardim. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.